Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Tuğluq Tömürxan namlıq romanның davamı. Bütün halayıq hayacanlandı ve xuşallıqdan devrep ketdi. Tərəp-tərəpdən anlavatqan, barikallah, oğul bala, yoraysan! Bütün dünyanı lərzigi sağan, Ulu Xaqan Çingizxanның haqiqiy püştü buluşqa layıq adamkensen. Senin peşini tutsaq, dünya qolumuzda, ömrün uzun bolsun, mertben teximi yuqori dərəcələrə örlüsün, degen alqış sadaları osman ziminni lərzigi keltirdi. Tuğluq Tömür özüge alqış yağırtıbatqan halayıqqa qol işareti bilen hürmet bildirgenden keyin sözünü yen davamlaştırdı. Men sizlarga yana shundoq qasam bermanki, e'tiqodimga mangu sodiq bo'laman va buningdan keyin xalqimni shu haqiqiy e'tiqod bilan qurollantirib, Chag'atay saltanatini mustahkam e'tiqod asosi ustiga qurib chiqaman. Men yangi boshdan qurib chiqmoqchi bo'lgan Chag'atay saltanati marhum otam Isan Bo'g'axon va marhum bovam Chag'atay xonlar o'zlariga poytaxt qilib tanlagan Quyas Kök daladaki olmalıqni yana o'ziga poytaxt qiladi. G'albilik yurishlar ana shu yerdan boshlanadi. Biz ana shu Quyas Kök daladan dunyoga yuzlanamiz. U yer qiron burkitlarimning tirnoqlari bilan ko'zlardan qon olg'uchi shunqadrimning hordiqini chiqaradigan joydir. Yangi Chag'atay xoni bo'lib saylangan Tuğluq Tömürning sözdən keyin her bir Moğol qabilələrinin ulug' əmirləri özlərinin ulus aymaqlarının namını çağırışqa başladı. Kerat, Erginanut, Qanlı, Jalayir, Barlas, Sulduz, Do'xtavi, Doğlat degan chuqan surallar yer jahonni qapladı. Bu çağda Doğlat Ulusbegi Əmir Bulaci qo'llarini pulanglatib, hadab cho'qan silishayotgan Mo'g'ullarni tinchlaninglar deb ishorat qildi va zimin va ko'kning tayanchi bo'lgan ulug' burhonimiz Soldining yer yuzidagi noibi, amirlar amiri, burhonlar burhoni, xonlar xoni, Chag'atay xoni Tuğluq Tömürxan janobi oliylariga muborak bo'lsin deb xitob qildi. Maydonda o'pir-to'pir bo'lishayotgan Mo'g'ullar Amir Bulajining uzundan uzunga so'zilgan bu so'zlarini tushunib ketamadi va nima deb madhiya o'qishni bilolmay, uning so'zlarining oxirini takrorlashga majbur bo'ldi. Xon oliylariga muborak bo'lsin. Xon oliylari sog' va salomat bo'lsin. Chuqan suran yana Amir Bulajining qo'l ishorati bilan uzib qo'yildi. Chag'atay ulusining e'tiqodi asosiga ziyon yetkazayotgan islom targ'ibotiga qarshi turishni degan lamalarimiz ta'xirsiz deb qaraydi degan u yenida o'rtirishgan Mo'g'ul lama deganlarga qarab qo'ygandan keyin. Shunga biz peshvolarimizdan ko'rsatma ilib Burhan dinimizning safliqini va Chag'atay ulusining uyul toshdak mustahkam ittifoqini qo'g'dash uchun yangidan Chag'atay xoni bo'lib saylangan Tuğluq Tömürxanning qarchiga suratlik qizil tug'i ostiga uyushib, zo'r nusratlar uchun otlanishga qat'iy bel bog'ladik. Buning uchun manki Doğlat Ulusbegi Amir Bulaji Chag'atay mamlakatining yangi xaqani Tuğluq Tömürxan nomidan shundoq farmon bermanki, har qaysi Mo'g'ul qabila oymoqlaridagi har bir chidirdan birdan kishi lashkarlikka yezilsin. Ushbu xon farmonni o'rinlashga har qaysi qabilalarning ulug' amirlari va oqsoqollari javobgar bo'lsin. Kimki xonning farmonini o'rinlashdan bosh tortsa ve her bir çedirden birden kişini leşkerlik yetkizip bəmisa, menandın hergiz yaxşılık kütmegey. Ushbu xon farmonini o'rinlashdan bosh tortgan har qanday odam İslamiyatga setilgan osi hisoblanib, shu qabilaning oqsoqli yoki ulug' amiri bilan billa yosoqqa tortiladi. Hergiz rahim qilinmaydi.
u Barlas Sulduz qavmiga dahshat silish uchun bugungi qurultayda butun Chag'atay ulusi bir yerga jam bo'lgan fursatdan foydalanib, Buxara tarafdan kelib, Do'g'lat qabilasi orasida islom dinini oshkora targ'ib qilgan Yusuf Sopi deganni otqa so'rtib o'ltirishga buyurdi. Maydondagilar Do'g'lat ulusiga Amir Bulojining bu shafqatsizligini ko'rib, dir-dir titrashdi. Janobi Ulusbegi deb vaqirdi bu chaqda Barlas qabilasining Ulusbegi Amir Qazg'in. Dunyoning ishi hamma vaqt shundoq bo'ladi. Atdiganda xushal bo'lsang, kashquruligi xafa bo'ldi ekansan. Bir kun orzuyingga yetsang, 10 kun xafalik tortidi ekansan. Ey Amir Buloji, bilamsan, oz bo'lsa-mu zulm qilgan ko'pni qila oladi. Lekin zulm oshsa e'tiqodni o'zgartirganlar ko'paydi. Nihoyat hozir menmu, senmu va boshqalarmu aslidagi Burhan diniga bo'lgan e'tiqodimizdan voz kechganimiz yo'q. Biroq har kimning salmoqiga qarab tosh qo'yishni unutib qolmag'aysan. U so'zini tugatib, yangidan saylangan Chag'atay xoni Tug'luq Temirga qarab qo'ydi. Eşekni semritsang, egisini tepidu, deb ta'ni qildi Amir Buloji Barlas Ulusbegi Amir Qazg'inga qarab. Amir Buloji, eshak tezak yeyishni eshakdan o'rganadi, deb ta'ni bilan javob berdi. Amir Qazg'inmi uningga bo'sh kelmasdan. Ovozingni chiqarma. Mening ovozim o'g'rining ovozi emas, balki o'zimning ovozi. Shundaq ekan, nemishqa seningdan qo'rqib, ovozimni chiqarmoqdakman? Zaman buzulsa, otdan eshak o'tib ketadi degan mushida, deb Amir Buloji boshqa oqsoqol amirlarga qarab qaqaqlab kuldi. Agar yana mushundaq haddingdan oshadigan bo'lsang, navkarlarimdan birini chaqirmanda. Terangni ta'tir shildirib olaman. Meni qilanmaydi deb o'ylama. Birar o'larman, nökrimmi seni bir damning ichida yig'ishtirib qo'ya oladi. Amir Qazg'inning Boy Tamir Bahodir degan bir nökrimi mush yig'indi bor edi. U xiqirab turib, "Ulug' Amir, menga buyruq qil. Bu Do'g'lat kuchkining tilini o'z qo'lim bilan sug'urib olay", deb vaqirdi. Sulduz qabilasining Ulusbegi Amir Bayan Sulduzmu ko'chalar silib ichitilgan kuchli qimizni ichib obdalla qizib olgan edi. U bu gapni anglab o'rnidan sakrab turdi-da, "Meni qo'yutinglar. Amir Bulojining ustiga buqining ko'zdek olaygan ko'zlarini uyvanmasam hisob emas", deb vaqirganicha oldida turgan kishilarni ittirib, yiqitib, dassab chaylab Amir Bulojiga qarab yugurdi. Maydondagilar o'pir-to'pir bo'lishib ketishdi. Mushundaq qalaymaqanchilik chiqishni kutib turgan Barlas qabilasining Ulusbegi Amir Qazg'in ko'zlari bilan imo ishorat qilib edi. Amir Bulojiga tishini bilab yurganlarning hammasi yendin qilishlarini sug'urib bilib, yog'och supiga qarab etildi. "Ay, Toshtemir Bahodir, qanisan?" deb vaqirab ketdi Amir Buloji. "Lashkarlaringni buyrup, mavu yarmaslarni adabga boshlab qo'y. Bo'lmasa, erkilab toytanglashib ketishidi." Toshtemir Bahodir butun ovoz bilan, "Qen yigitlar, kuchinglarni ko'rstinglar", deb buyruq berib vaqirdi turg'avutlarga. Hash-pashtugacha maydonning atrofiga va xon chedirining kayniga yo'shiringan bastik turg'avutlar etilib chiqishdi-da, bir netisi Chag'atay xoni Tug'luq Temir bilan Do'g'lat Ulusbegi Amir Bulojini himoya qilishgan holda xon chedirining ichiga kirib ketdi. Qolganlari udilib borgan peti Amir Qazg'in bilan Amir Bayan Sulduzni va Boy Tamir Bahodirni qatma-qat qo'rishib olib, medir-sedir qig'ili qo'ymadi. Turg'avutlar qurol ishlatmasdan ularni musht tepik va qamchi bilan toza adablab, birdamning ichida holdan ketkizib, ondan otning qilidan eshilgan inchga org'amchilarda hammasini bog'lab tashladi. Ulusbegi Amir Buloji bugungi qurultayda
cho'qim vaqa chiqadiganligini ko'ngli tuygan edi. Shunga Toshtemir Bahadırga 4000 turg'avitni hech kimga bildirmay, qurultay bo'layotgan xon chidirining atrofiga oldin yo'chirin qo'yishni buyurgan edi. Bu turg'avitlar qurultay boshlanishi bilan tangla yig'in maydonining atrofini qilcha tivish chiqarmayla qatma-qat qo'rshib olib, hech kimni talog'i chiqqili qo'ymagan edi. Birdamdan keyin Toshtemir Bahadırning turg'avitiri qurultayni qolayimqon qilishga betingan Amir Qazg'in, Amir Bayan Sulduz va Baytamir Bahadır qatorliq gaydankashlarni Chag'atay xoni Tug'luq Temirning oldiga ishtirib akirdi. Amir Bulaji bilan Oqsoqol Shiravul To'xtavilarmi shu so'rinda o'tirishadi. Tug'luq Temir xon alilari Mərhum Çağatay xanı İsən Buğa xanның vəsiyyətiga binaən saylanğan Çağatay xanıdır, dedi Əmir Bulaji Əmir Qazğın'a qarab. Senin bilən mən həmmimiz uluq buğumuz Çingiz xan hayat vaxtida turub chiqqan. Həmmimiz uluq buğumuz Çingiz xan hayat vaxtida tüzüb chiqqan yasaqlarni kam kutsiz icra qilishimiz lozim. Tug'luq Temir xon alileri bütün Çağatay ulusunun eng ali hükümranıdır. Biz onun barlıq emir fermanlarını şartsız oruluşumuz lazım. Ali hükümranının fermanını orullaştın baş tartqan her qandaq kişinin halığı vay. Ondaq adam qançılık mertebelik bolup ketişidin qat'i nazar cazmen yasak tatqızılıdı. Öyle ki işt bilen qozğunğa yem bolup çöllerde qabrsiz qilish Çağatay xoniga qarshi turg'uvchilarning ko'rdigan oqibati. U Amir Qazg'in bilan Amir Bayan Sultuzni va Baytamir Bahadırlarni to'yg'icha tillab rasvosini chiqargandan keyin Toshtemir Bahadırga qarab: "Ay Toshtemir Bahadır, bir necha cho'chak qimizni ko'taramay, besh qiyib, xudini yo'qotgan mavu Amir Qazg'in bilan Amir Bayan Sultuzni atqa mahkam tengib, kəlgan yerga əvət etinglar. Mavu Baytamir Bahadır degan g'alchini at qamchisi bilan o'lgidek savanglar. Aql o'gansin. Buningdan keyin ulug'larning oldida nodonlik qilmaydigan bo'ladi." Toshtemir Bahadır hop deb qulluq bildirdi-da, qo'lini shiltidi. Turg'avitlar Amir Bulajini og'iz besilmay tillavatgan Barlas Ulusbegi Amir Qazg'inni, Sulduz Ulusbegi Amir Bayan Sulduzni va Baytamir Bahadırni so'rgan peti talog'i chiqib ketishdi. Bu chaqda talodagi o'pir-to'pirlarmi allaqachon besiqib, xon chedirining oldiga yig'ilishgan odamlarmi tarqilib ketishgan edi. Dön qishlaqdagi shikargohda chaqirilgan qurultayda Doğlat Ulusbegi Amir Bulaji Tug'luq Temirni Çağatay ulusiga xon qilib tiklash maqsadiga yetgandan keyin Doğlat xalqi ichida xushalliq va bayram tantanasi boshlanib ketdi. Amir Bulajiga shu chaqning o'zida o'zini taxt tayanchi, xon atkasi deb e'lon qilish mumkinchiligi tamoman mavjud edi. Biroq uning adaqi maqsadiga yetishi uchun yana texi ko'plagan to'salg'ularni yengishga, yana texi nurg'unlagan raqiblarini halokatga uchratishga to'g'ri keladi. Uning ustiga Barlaslar bilan Sulduzlar Çağatay saltanatini osonla o'z changildan chiqarib qo'yishni xohlamaydi. Shunga Amir Bulajiga o'z maqsadiga yetish uchun oldi bilan shu vaqtlardagi Çağatay ilining ojizlikqa yuzlangan holati intayin muvofiq keladi. Keyinchiroq bo'lsa, Mo'ng'ullardagi yot ellarni bosh agdirish ruhi uning o'z maqsadlarini ishga oshirishga yordam bergan bo'lsa-mu, ammo Chingizxon bilan Chag'atay xondan buyanqi Mo'ng'ul hukmronlarining inqizoridan keyin Çağatay saltanatining birligidan va mustahkamligidan qilchimi asar qilmag'ashqa, garchi islom dinining ta'sir ko'rsatishi orqasida Çağatay saltanatining birligi qisqa vaqt asliga kelgan bo'lsa-mu, ammo tadrijiy holda nihoyat ko'p xonliqlarga va bagdiklarga parchalanishga qarab mangdi.
Do'xtaviy qabilasining oqsoqoli Shirabil Do'xtaviy uzoqdan beri Chag'atay xoni To'g'liq Temir bilan pinhanda xoli so'zlashib, o'zining sodiqligini bir izhor qilish ko'yida yuratdi. Qurultay kuni yuz bergan ashu dahshatlik voqealar helimi uning ko'z oldidan ketmaydi. U o'zining ulus begilik martabasini saqlab qilish uchun jazman To'g'liq Temirni o'ziga orqa terak qilmay bo'lmaydiganligini sezib yetdi-da, xonning xoli vaqtini paylab turib, oxir bir kuni uning bilan pinhanda so'zlashish maqsadiga yetdi. Shu kuni Amir Buloji bargohda nimishqidir ko'rinmaydi. Xon chidirining ichida Chag'atay xoni To'g'liq Temir o'zining Uyg'ur putukchisi Mavlona Shayx Jaloliddin ketiki bilan suhbatlashib o'tirgan edi. Toshtemir Bahodir xonning huzuriga kirib, Do'xtaviy qabilasining oqsoqoli Shirabil Do'xtaviyning xon oliylari bilan ko'rishishni talab qilib, taloda kutib turganligini xabar qildi. Chag'atay xoni To'g'liq Temir Shirabil Do'xtaviyning nima demoqchi bo'lganligidan obdalla xabar bor edi. Biroq shunchavala uzun manzilni besib kelgan bu qirisal odam bilan ko'rishmasdilla uni yo'lga selib etishga ko'ngli unamadi. Shunga Toshtemir Bahodirga uni o'zining huzuriga boshlab kirishga ijozat berdi. "Hurmatli Xoqon oliylari" deb egilib ta'zim qildi Shirabil Do'xtaviy. "Sen mening oldimda cho'ng bo'lganliging uchun seningdan sir asrorlarimni yo'shirib o'tirmayman. Ilgari sana yaxshi muomala qilolmaganligim uchun barliq qilganlarimga to'limi o'kinaman. Shu chaqlarda men hatto seni boshqalarga berib etmoqchimi bo'lganman." U so'zlab etib, Uyg'ur baxshisi Mavlona Shayx Jaloliddin ketikiga shubhalanganda qarab qo'ydi. "Hurmatli oqsoqol, buningdan obdan xabarim bor" deb istihzo bilan kulib qo'ydi To'g'liq Temir. "Men sening lozim topgan yerda, hatto 3-xil qiyofatdagi odam surtida o'tirg'i chiqa oladiganligingga ishonaman." "Ha, mana, men demadimmi?" deb o'zini mazoq qilganda kuldi Shirabil Do'xtaviy. Mush tapda uning tishlari qanmagan kamak eg'izi xuddi qop qorong'u choshqan kamirga o'xshab qolgan edi. "To'g'ri deysan, janobi Xoqon oliylari. Men ilgirki ashu 2 qitimliq savallikimni yo'yish uchun zarur bo'lgan yerda hatto 3-chi bir xil odam bo'lishimi qo'limdan keladi. Chunki fursat xuddi kiyim almashtirgandek o'zgarib turadi. Shu fursatdan foydalanish uchun kechirgaysan. At junumni, oymoq ulusumni, hatto lavzimni o'zgartib turishnimi ayib ko'rmayman." "At junungni, oymoq ulusingni o'zgartishingga seni nima majbur qildi? Seni nima majbur qiladi?" deb so'rdi Chag'atay xoni To'g'liq Temir uningdan yerginib turib. "At jununi, oymoq ulusini pat-pat o'zgartib turishga jur'at qila olgan kishining lavzini, vijdonini chapsan o'zgartiradiganligiga ishonaman." Bu chaqda Chag'atay xonning so'zdagi ochiq istihzoni tushungan Shirabil Do'xtaviy aloq-jaloq bo'lib atrofga qaradi. To'g'liq Temir yergingandek qilib qo'lini shiltidi. Bu uning qabul vaqti tugadi, endi ketsang bo'ladi degan edi. Shirabil Do'xtaviy xonning huzuridan salpaygan peti chiqib ketdi. Qurultay bo'lib 3 oy o'tib, bir kuni tushdan keyin Mavlona Shayx Jaloliddin ketiki divan xasta putukchilik ishi bilan mashg'ul bo'lib o'tiradi. Chag'atay xoni To'g'liq Temir kayfi chog' holda divan xasqa kirib keldi. "Xoqon oliylariga mendan salom" deb ta'zim qildi To'g'liq Temirni ko'rib Mavlona ittik o'rindan turib. "Hurmatli Mavlona, tuzut qilmag'aysan. O'tirib ishingni qilavagaysan" dedi To'g'liq Temir asta ustoziga. "Sen bilan suhbatlashay deb qishingga kirib edim. Xon chidirda ulus begining ko'z quloqlari ko'p, pinhon emas. Shunga udulla mushiya keldim. Ortiqcha bezovita bo'lmag'aysan." "Marhamat, Xoqon oliylari, qo'lim ko'ksimda" dedi Mavlona qo'l qo'yishtirib turib
Söhbətingə hər vaxt tayyorman. Mevlana Şeyx Jaloliddin Ketki xonning söz başlashini kutib jim turdi. Divan xasta bir pas jimjitlik hukm surdi. Ey hurmatli ustoz, majlis kundagi vahshiylikni ko'rding, dedi Chag'atayxoni Tug'luq Temir orliqdagi sukunatni buzib. Amir Bulaji tarafidan o'limga buyurilgan Buxorolik musulmon o'limasining sapqini manga musulmonlikdan ortiq dinu diyonat, suru sinoat va ilmu hikmat yo'q ekanligini tanitdi. Biroq bilmadimki, shu Buxorolik musulmon o'limasi Ulug'begidan bir qo'shiq qinni tilagan bo'lsa, Ulug'begi balkim rahim qilib uni o'ldirmagan bo'ladimikin? Ey Haqqon, sen jondan kashmiguncha jononga yetkilib bo'lmas degan gapni anglamaganmi? Buxorolik musulmon o'limasi haq taolo yo'lida o'lmakni hayotidan a'lo bilganligi uchun o'limga bosh egmadi. Bilamsan, uning nazarida shu daqiqaning o'zi jon tasadduq qiladigan chog' edi. Amir Bulaji degan rahimsizning o'ziga zulm qilayotganligini ko'rib turib, uningga yana ta'zim qilish va chiroy ichish, uningdan o'ziga rahim shafqat tilash vijdon jumlasidan emasligi uningga ayon edi. Hayotlik yo'lini tashlab qo'yib, mamatlik yo'lini tanlashiga uni nima majbur qilgandi? Chin e'tiqod, dedi Mevlana Tug'luq Temirning so'ziga javoban. Haq taologa bo'lgan chin e'tiqod uni hayotlik, nijotlik yo'lini tark etib, o'lim yo'lini tanlashga majbur qilgan. So'zing tamamen to'g'ri. Kishilarning e'tiqodi susishib ketayotgan bugungi kunda o'z e'tiqodi yo'lida qurbon bo'lish nima degan oliyjanoblik a? Ey hurmatli Haqqoniy azam, bu haqiqatni tunib yetalgan bo'lsang, sendin texmo cho'ng umid kutkili bo'g'idak. Ey hurmatli Mevlana, qandoq deysan? Sen heli kishilarning e'tiqodi susishib ketayotganligini tilga ilib o'tding, dedi Mevlana Şeyx Jaloliddin Ketki o'ychan ko'zlari bilan uningga tikilib turib. Qayerda kishilarning e'tiqodi suslashgan bo'lsa, shu yerda ma'naviy buhron yuz berganligini ko'rib olish mumkin. Halbuki tan salomatlik bilan silishtirganda ma'naviy buhranni bir turli kasallik holati deb tushunishga bo'ladi. Biroq beg'am anqovliq bilan silishtirganda ma'naviy buhron bir turlik hayotlikdan, ya'ni bir xil hayotlikdan derak berdi. Mubodo bir odam, bir guruh, bir ulus, bir millat ma'naviy buhronga petib qolgan bo'lsa, hech bo'lmaganda bu odam, bu guruh, bu ulus, bu millatning bir qadar ma'naviy yuksaklikka yetish uchun izlanayotganligini, bu izlanish jarayonida o'ngishsizlikqa uchrab, buhronga petib qolganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Mubodo ma'lum bir davron buhronga petib qolgan bo'lsa, bu davronda yashayotgan har bir odam buhron bilan anqovliq ichida birisini tanlashga majbur bo'ladi. Bundaq ahvolda faqat ulus millatning sarxillarla davron buhronning ochiq og'riq azobini his qilib yetalaydi. Nihoyat ma'naviy buhron eng ig'irlashganda e'tiqod buhronni keltirib chiqaradi. Chunki ma'naviy buhron ig'irlashganda kishilarning butkul turmush qarishiga yetakchilik qiladigan tub e'tiqodini yimirib tashlaydi. Aslida yuksak qimmatga ega deyilib kelayotgan koni e'tiqod o'z qimmatini yo'qotib qo'ydi. Shunga mushundaq muhit ichidagi har qanday bir e'tiqod tuzilmasi ostida haqiqiy e'tiqod faqat
az sondagi bir bo'lak odamlarga mansub bo'lganidek ma'naviy bo'hron yuz bergan har qanday davr va millatda ma'naviy bo'hronning ta'sir kuchini haqiqiy his qilib yetish faqat oz sondagi munavvar kishilarga mansub bo'ladi. Shundoq bu haqiqatni men his qildim, dedi Chag'atay Xoni Tug'luq Temur qattiq ta'sirlangan holda. Chin e'tiqod xuddi odamning umurtqisiga o'xshaydi. E'tiqodsiz odam go'yo umurtqisiz odam. Nayt to'g'ri aytding, ey Xaqoni azam, deb uning so'zini tasdiqladi Mavlana. Şuna chin inson o'zini hammadan avval haqiqiy e'tiqod bilan qurollandirishi kerak. Shunda qilgandila kishi mangu adashmaydigan bo'ladi. Qadimgi zamonda yashagan bir hukma shogirdlarga dars o'tib etib, shira ustidagi bir lo'nqini ko'zitib turib, mundaq debdi. Shira ustida turgan bu lo'nqa hozir quruq. Biz hozir uning ichini tosh bilan to'ldiraylik. O shira ustida turgan heliqi lo'nqining ichiga qo'sh mushtak toshlarni bir-birlab sog'ilib turibdi. Axir lo'nqining ichi heliqi toshlar bilan liq to'libdi. O shogirdlardan lo'nqining ichi liq to'ldimi deb so'rabdi. Shogirdlari shundoq ichi liq to'ldi deb javob berishibdi. Hukma shundoqmi? Undaq bo'lsa lo'nqining ichiga yana boshqa narsalarni silish mumkinmi? Yo'q, sinab ko'raylik debdi. Da lo'nqining ichiga meg'izdek ushshaq toshlarni silib, lo'nqini midiriltibdikan. Heliqi ushshaq toshlarmi lo'nqining ichidagi yo'g'on toshlarning orliqiga sig'ib ketibdi. Hamda-chu, lo'nqiga yana boshqa narsa sig'amdi yo'q deb so'rabdi u shogirdlardan. Yana sig'ishi mumkin deb javob berishibdi shogirdlari toza ishonch qilolmay. Nayt yaxshi dedim debdi hukma. Andin lo'nqining ichiga asta qumni qo'yishga boshlabdi. Qum lo'nqining ichidagi cho'ng-kichik toshlarning orlig'idagi bo'shliqlarni butunlay to'ldiribdi. Bu chog'da hukma lo'nqining ichida amdi bo'shliq bormi yo'q deb so'rabdikan shogirdlari. Yana bo'shliq bo'lishi mumkin deb javob berishibdi. Bu chog'da heliqi hukma bir chaynak suvni tosh, shig'il va qum bilan to'ldirilgan heliqi lo'nqiga qo'yishga boshlabdi. Asta quyilgan bir chaynak suvmi oxir heliqi lo'nqiga sig'ib ketibdi. Hukma shundoq debdiki, bu hodisa nimani tushundirdi? Qani, qaysinglar javob bera olasizlarkin? Bu hodisa vaqt qancha qisqa bo'lgan taqdirdimi, tirishsizlar qisqagina vaqt ichida yana nurg'un ishlarni vujudga chiqarg'ili bo'lganligini tushuntirib berdi deb javob beribdi shogirdlari. Hargiz undaq emas debdi hukma shogirdlarining javobini qabul ko'rmay. Bu hodisa o'z ichiga olgan teran ma'no bizga agar lo'nqiga hammadan avval yo'g'on toshlarni sig'dirolmaydigan bo'lsa, bu narsalarning hech qaysisini lo'nqiga sig'dirg'ili bo'lmaydiganligini isbotlab berdi. Ya'ni bu hodisa bizga kishilik turmushdan iborat bu cho'ng lo'nqani cho'ng tosh bilan avval to'ldirib olish lozimligini tushuntirdi. Undaq bo'lsa, kishilik turmushdagi cho'ng toshlar nimadir? Kishilik turmushdagi cho'ng tosh e'tiqodmi yoki ilm irfonmi va yoki g'oyimi? Esinglarda bo'lsinki, odam hammadan avval kishilik turmushdagi shu cho'ng toshlar masalasini yaxshi bir taraf qilib olishi lozim. Bo'lmasa, umr voyat pushaymon bilan o'tishga to'g'ri keladi. Mevlana Shayx Jaloliddin Ketkining bu qisqagina hikoyasidagi teran ma'no Tug'luq Temurni qattiq ta'sirlantirdi. Shunga barakalloh, ey hurmatli ustoz, aqlinga deb maqtab ketdi ixtiyorsiz holda.
Mən senin deməkçi bolğanlarыңның hammasını düşünüp turibdiman. Şundaq, mən Navqiron buhranlarının, mən davron buhranlarının bütün sınaqlarına bərdaşlıq beriş üçün özümni hammadan avval chin e'tiqod bilan qurollandırğayman. İlaha, deganlaring qutatsun, ey Haqani azam, deb Mevlana Şeyx Jaloliddin ketiki uzoq duo qilib to'xtamadi. Nazm. Yıllar cheksiz, poyoni yo'q, hayot uzun. Jahonda xalq beshimizdan o'tmak istar. Qo'ldan qo'lga o'tib shohliq bizga yetdi. Bizdan yana boshqa qo'lga shundoq o'tar. Shayx Saidi.